Farzandga mehr berish deganda nimani tushunasiz? Farzandga mehr berish deganda biz faqat moddiy yoki jismoniy narsalar haqida o'ylaymiz. Mazali ovqat pishirib berish, chiroyli, toza kiyimlar kiydirish, maktabiga pul berayotganda ham o'rtoqlardan kam his qilmasligi uchun farzandimiz cho'ntagiga ko'proq pul solib qo'yish. Agar siz ham shunday o'ylasangiz, like bosib izohlarda fikringizni qoldiring. Endi asl haqiqatga qaytsak. Aslida ham mehr shundami? Yo'q, bular asl mehr emas. To'g'ri, siz hozir men bilan bu borada soatlab tortishingiz mumkin. Maktabiga pul beraymi yoki och qoldiraymi deb. Lekin men bular haqida gapirmayapman. Asl mehr, farzandning kelajagi uchun erta-yu kech jon kuydiradigan ona mehri haqida gapiryapman. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Farzandingizni ma'naviy o'sishi uchun bir oyda aynan qancha vaqt va pul sarflaysiz? Darslarga yordam berish, kitob sotib olib berish, qo'shimcha kurslarga borishi uchun. Sizda ham shunday holat bo'lganmi? Farzandingiz matematika darslariga yordam so'raganda yoki ishlaringizdan orta olmagansiz, yoki misollarni siz ham ishlay olmagansiz. Shu muammolar bilan qanchalik ko'p ota-onalar duch kelayotganini bilasizmi? Qanchadan qancha bolalar bilimsizlashib borayotganicha. Xo'p, yechim nimada? Axir men matematikani bilmasam, farzandimga qanday yordam beraman deyishingiz mumkin. Kurslarga olib borgani esa vaqt yo'q. Yoki farzandingiz uzoq yo'l yurib kursga bormasligidan, kech qolib ketishidan, yo'lda biror ko'ngilsizlik bo'lishidan xavotirlanasiz. To'g'rimi? Bugungi bolalar odatiy maktab darslariga unchalik qiziqmaydi. Chunki ularning e'tibori ko'proq telefonga, ijtimoiy tarmoqlarga qaratilgan. Natijada matematikadan past baholar, oddiy masalalarni tushunmaslik, ota-onalar bolasi uchun qimmat repetitor qidirishga majbur bo'ladi. Lekin alternativ yechim bor. Siz repetitorga millionlab pul sarflash o'rniga farzandingizni zamonaviy va samarali onlayn platformada o'qitishingiz mumkin. Tanishing, bu Qalam.uz onlayn matematika platformasi. O'zbekistonda yagona, istalgan joydan turib matematikani o'rganish imkoniyatini beruvchi platforma. 1-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan maktab o'quvchilari uchun mo'ljallangan. Sodda va tushunarli video darslar, tajribali mentor nazorati, ya'ni farzandingiz darsni tushunmasa, mentor unga yordam beradi. Interaktiv misol va masalalar. Har bir misol va masalalar tushunish uchun oson va qulay ishlangan. Bolalar uchun zerikarli darslar emas, o'yin shaklidagi qiziqarli topshiriqlar. Kunlik topshiriqlarni o'z vaqtida bajargani uchun motivatsiya sifatida 2000 so'mdan cashback beriladi. Eng muhimi, farzandingiz istalgan vaqtda va istalgan joyda o'qiydi. Qalam.uz bilan farzandingiz matematikani onlayn o'rganib, yuqori natijalarga erishishi mumkin. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, demak siz farzandi kelajagiga befarq bo'lmagan ota-onalar qatoridasiz. Biz sizning jonkuyarligingizni qadrlagan holda hoziroq ariza qoldirsangiz, platforma uchun 33% chegirmani taqdim etmoqchimiz. Buning uchun video ostidagi ariza qoldirish tugmasini bosib, ro'yxatdan o'tishingiz mumkin.